portlashga tayyormiz. Ulardan chiqayotgan o'sha xavfli chiqindilarni oldini olamiz. Ijtimoiy mas'uliyati bor Bu ekologiya tizimida chiqindilarni boshqarish agentligi ham batareykalar o'z loyihasi bilan birgalikda tabiatga yetkazilayotgan zararlarni oldini olishga qaratilgan. Zararlarni qisqartirish nuqtai nazaridan qutilarni o'rnatgan holda hamma batareykalarni poligonlarga borishini oldini olgan holda yig'ib olyapmiz. Investorlar bilan muzokaralar olib boryapmiz. Bu investorlar batareykani utilizatsiya qilib sirkulyar iqtisodiyotni qayta rivojlantirishni tashkil etadi. O'zbekistonda batareykalarni qayta ishlash zavodlari mavjud emas. Bu muammo men ekofaoliyatda juda ham ko'p qiynab kelardi. Batareykalarni to'plab loyiha ishlab chiqdim, batareykalar o'z loyihasi va 1 yil davomida ushbu loyiha ustida ishladik. Loyihani qo'llab-quvvatlaydigan hamkorlarni topdik. Loyihamizni ishga yurib ketishi uchun Ekologiya vazirligi chiqindilarni boshqarish va sirkulyar agentligi bilan loyihani qanaqa tartibda amalga oshirishni kelishib oldik. O'zbekistonda 100 ta ishlatib bo'lingan batareykalarni qabul qilish punktlarini bugun ishga tushirdik. O'tgan yili iyul oyidan beri ishlatilgan batareykalarni yig'ishni boshlab keldim. Shu kungacha 1,5 litrlik ishlatilgan batareykalarni yig'ishga muvaffaq bo'ldim. Bu tashabbusni nafaqat o'zimning uyimda, balki ishxonamda ham amalga oshirishga muvaffaq bo'ldim. Batareyka o'z loyihasini xabar topganimdan keyin kelib, mana shu batareykalarni topshirdim. kichik qisda